Şu joy vaqti juma kuni, ya'ni 15-iyul kechida Turkiya armiyasi televiziyada bayonot berib, Turkiyada harbiy holat e'lon qilganligini bildirgan. Ular İstanbul ko'chalariga harbiy tanklarni haydab kirib, İstanbul aeroportini kontrol qilgan va Turkiya poytaxti Anqarani egallaganligini jakarlagan. Turkiya bosh ministri Binali Yildirim bu vaqt e'lon qilgan bayonotida buning harbiy o'zgarish emasligini, bir qism qonunsiz unsurlarning harbiy o'zgarish qilishga uringanligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ayni chaqda Turkiya ishidagi bir sayohat o'rnida istirohat qilayotgan bo'lib, u CNN Türk televiziyasiga telefon orqali bergan bayonotida o'zlarining bu qadimgi qiyinchilikni yengib ketaoladiganligiga ishonganligini aytdi va xalqni ko'chaga chiqib harbiy o'zgarishga qarshi turishga chaqirdi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon Erdo'g'anning chaqiriqidan keyin kishilarning ko'chalarga namoyishga chiqqanligini aytdi va Aydirimdan bu rasmni yo'llab biz bilan o'rtoqlashdi. Zaytunburnu rayonidan İstanbul merkezi qarab yo'lga chiqqanlar orasidagi muxbirimiz Arslan Taş navbatda o'zining ko'rayotganlarini radio anglashtirmamizga sundi. Tuvandagilari Arslan Taş juma chiqar, shanba kuni kirar kechasi İstanbul ko'chalari tortgan bir qism surat va sin ko'rinishdi. Shu joy vaqtda shanba kuni saharga yaqin Turkiya bosh ministri Binali Yildirim yana bayonot e'lon qilib, harbiy o'zgarish urinishining mag'lub bo'lganligini bildirdi. Recep Tayyip Erdo'g'an İstanbul ayrımıda bergen bayonotida harbiy o'zgarishning bir asiylik ekanligini bildirdi. Halbuki namoyishlar İstanbul va Anqaradagi qalamqanchiliklar hali ham davom qilmoqda. Kimning vaziyatni haqiqiy kontrol qilganligi, harbiy o'zgarishning navbatdagi ahvoli hozircha aniq emas. Biz bu haqda davomli xabar berishga tirishamiz. Azınlık olsa, ister başka durumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum.